Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana Qashqadaryo viloyatida yangi qilgan ishlarimizdan biri yoqsa like bosib kanalimizga xomush ko'rinish. So'rama. Plan bo'lsa bajarildi, oyliklar oshdi, hamma narsa bor. Lekin baxt yo'q. Nimaga? Ketmonim uchmaydi. Alg'ov-dalg'ov zamonga qolib ketdik. Har xil mish-mish gaplar yuribdi. Bozorda eshitdim. Donni narxi osharmish. Bir ko'rmaganimiz shu qolut.